Ushbu videoda biz platformaning sug'orish bo'limi va undagi barcha funksiyalardan to'g'ri foydalanishni batafsil ko'rib chiqamiz. Ekranning eng yuqori panelida siz tanlangan fermer xo'jaligi, xususan Zero Max Agro Business va joylashgan hudud ko'rsatkichini ko'rishingiz mumkin. Yondagi tugma orqali kerakli ekin turini tanlaysiz. Hozirda bizda g'o'za ekini tanlangan. Shuningdek, ushbu panelda ma'lumotlar oxirgi marta qachon yangilangani va qurilmaning batareya quvvati aks etadi. O'ng tomondagi yangilash tugmasi orqali esa ma'lumotlarni xohlagan paytda yangilab olishingiz mumkin. Ekranning chap qismida ekin haqida umumiy ma'lumot berilgan. G'o'za ekinining rasmida uning hozirgi rivojlanish bosqichi, to'lishish va pishish davri ko'rsatilgan. Ekin nomining o'ng tarafida maxsus belgi joylashgan. Bu dala sozlamalari tugmasi bo'lib, uning ustiga bossangiz alohida oyna ochiladi. Ochilgan dala sozlamalari bo'limida siz dalangizning o'ziga xos xususiyatlarini kiritasiz. Ekilgan sana. Bu yerda taqvim orqali ekin ekilgan sanani belgilaysiz. Masalan, 1 apreldan boshlab hisoblash tanlangan. Sug'orish usuli ochiladigan ro'yxatdan dalangizda qo'llaniladigan usulni tanlaysiz. Masalan, egat bo'ylab sug'orish yoki tomchilatib sug'orish. Tuproq turi, bu yerda dalangizdagi tuproq tarkibini tanlaysiz. Soz tuproq, qumli, qumoq, og'ir soz va boshqa turlari mavjud. Barcha o'zgarishlarni kiritgach, pastdagi saqlash tugmasini bosasiz. Bu ma'lumotlar sug'orish hajmi va muddatini aniq hisoblash uchun juda muhimdir. Ekin ma'lumotlarining pastida tuproq va suv balansi ko'rsatkichlari joylashgan. Hozirda tuproqdagi suv miqdori 106,1 mm ni tashkil etmoqda. Ekinning bugungi kunlik suv sarfi 6,4 mm. Hozirgi taqchillik 62,3 mm. Ildiz zonasidagi namlik 27,2% ni tashkil etadi. Pastdagi tuproqdagi suv miqdori grafikida esa ildiz chuqurligi bo'yicha namlik darajasi ko'rsatilgan. Qizil chiziq so'lish nuqtasini bildiradi. Ko'k chiziq to'lishish darajasini aks ettiradi. Grafikdagi ko'k chiziq tuproqning turli chuqurlikdagi namlik holatini aniq ko'rib borish imkonini beradi. Ekranning markaziy qismida eng muhim bo'lim bugungi sug'orish qarori joylashgan. Tizim sizga sug'orishga tayyorlaning deb maslahat bermoqda hamda sug'orish uchun qancha kun qolgani va har bir gektarga qancha kub metr suv berish kerakligini aniq ko'rsatadi. O'ng tomonda esa keyingi sug'orish sanasi 21 avgustdan deb belgilangan. Pastdagi bugungi chora bo'limida amaliy tavsiyalar beriladi. Ekranning o'ng yuqori qismida yillik sug'orish taqvimi jadvali joylashgan. Bu yerda butun mavsum davomidagi sug'orish rejasini ko'rishingiz mumkin. 7 apreldan 7 maygacha boshlang'ich davr bo'lib, 1 marta sug'orish va gektariga 40 kub metr suv sarfi ko'rsatilgan. 8 maydan 24 iyungacha vegetativ rivojlanish bosqichi, 2 marta sug'orish va 2920 kub metr suv. 25 iyundan 6 avgustgacha. Gullash va meva hosil qilish bosqichi, 4 marta sug'orish va 6532 kub metr suv. 7 avgustdan 16 sentyabrgacha to'lishish va pishish bosqichi, 2 marta sug'orish va 4100 kub metr suv. 17 sentyabrdan 12 oktyabrgacha pishish davri. Jadval pastida mavsum bo'yicha jami ko'rsatkich berilgan. Butun mavsum uchun jami 13591 kub metr suv va 9 marta sug'orish rejalashtirilgan. Ekranning o'ng pastki qismida ob-havo tarixi va prognozi grafiki joylashgan. Bu 14 kunlik harorat va yog'ingarchilik ko'rsatkichlarini hamda prognozlarni ko'rsatib beradi. Qizil va sariq chiziqlar havo haroratining o'zgarishini bildiradi. Tik joylashgan ustunlar va ko'k chiziqlar yog'ingarchilik hamda havo namligini ko'rsatadi. Tik qizil chiziq esa bugungi kunni ajratib turadi. Grafikning yuqori o'ng burchagida yashil rangdagi Excel tugmasi joylashgan. Ushbu tugmani bossangiz, barcha sug'orish va ob-havo ma'lumotlarini kompyuteringizga elektron jadval shaklida yuklab olishingiz mumkin. Ushbu qismda biz Amudaryo platformasidagi ekin taqvimi va sug'orish oynalari interaktiv grafik bo'limini batafsil ko'rib chiqamiz. Ushbu grafik ekinning butun mavsum davomidagi rivojlanish bosqichlarini, sug'orish oynalarini hamda har bir bosqichdagi aniq hisob-kitoblarni vizual tarzda kuzatib borish imkonini beradi. Grafikning gorizontal o'qida yanvardan dekabrgacha bo'lgan oylar joylashgan bo'lib, vertikal qizil chiziq bugungi kunni ko'rsatib turadi. Grafikdagi birinchi bosqich boshlang'ich davr bo'limi. Ushbu ko'k blok ustiga bossangiz, alohida ma'lumot darchasi ochiladi. Muddat 7 apreldan 7 maygacha davom etadi. Ekin koeffitsiyenti 0,35 ni tashkil qiladi. Ekin suv sarfi ushbu davrda 46 mm. Suv miqdori gektariga 40 kub metr suv talab etiladi. Sug'orish soni ushbu bosqichda 1 marta sug'orish rejalashtirilgan bo'lib, har 31 kunda amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqich vegetativ rivojlanish bo'limi. Yashil blok ustiga bosilganda quyidagi ko'rsatkichlar namoyon bo'ladi. Muddat 8 maydan 24 iyungacha. Ekin koeffitsiyenti
0,356 dan 1,191 gacha o'sib boradi. Ekin suv sarfi 222,95 mm ni tashkil etadi. Suv miqdori gektariga 2919,8 kub metr suv sarflanadi. Sug'orish soni jami 2 marta sug'orish amalga oshiriladi, ya'ni har 24 kunda bir marta. 3-chi va eng mas'uliyatli bosqich gullash va meva tugish bo'limi. Ushbu blok ustiga bossangiz, quyidagi muhim tafsilotlar ko'rinadi. Muddat 25-iyundan 6-avgustgacha. Ekin koeffitsiyenti maxsus yuqori darajada, ya'ni 1,2 ga teng. Ekin suv sarfi 393,77 mm. Suv miqdori gektariga 6531,5 kub metr. Sug'orish soni jami 4 marta sug'orish rejalashtirilgan. O'rtacha har 10,8 kunda bir marta. Muhim belgi. Darchada bu bosqich namlikka sezgir bosqich ekanligi alohida ta'kidlangan. 4-bosqich to'lishish va pishish bo'limi. Hozirgi kunda ekinimiz aynan ushbu bosqichda turibdi. Blok ustiga bossangiz, muddat 7-avgustdan 16-sentyabrgacha. Ekin koeffitsiyenti 1,19 dan 0,815 gacha kamayib boradi. Ekin suv sarfi 253,100 dan 46 mm. Suv miqdori gektariga 4099,6 kub metr. Sug'orish soni jami 2 marta sug'orish belgilangan, ya'ni har 20 kunda bir marta. Bu ham namlikka sezgir bosqich hisoblanadi. So'nggi bosqich pishish davri bo'limi. Kulrang blok ustiga bosganda quyidagi ma'lumotlar aks etadi. Muddat 17-sentyabrdan 12-oktyabrgacha. Ekin koeffitsiyenti 0,808 dan 0,691 gacha. Ekin suv sarfi 74,29 mm. Suv miqdori 60,85 mm. Eslatma: alohida ta'kidlanganidek, bu bosqichda sug'orilmaydi. Ko'rib turganingizdek, ekin taqvimi va sug'orish oynalari grafigi orqali daladagi har bir bosqichni va sug'orish ehtiyojlarini bir qarashda aniq rejalashtirishingiz mumkin. Amudaryo bilan qishloq xo'jaligingizni aqlli va samarali boshqaring.